Bugun sizlarni millioner qilish mumkin bo'lgan robotni ko'rsataman sizlarga. Nimaga men sizlarga unaqa deyapman? Bu oldingi robotga o'xshaydi, faqat men buni risk kontrolini ko'tardim. Oldingi robot 1%, 2% risk qiladigan bo'lsa, men buni 10% risk qiladigan qildim. Har bitta orderga, har bitta bitim uchun 10% risk qiladi. Hozir sizlarga test qilib ko'rsataman. 2025-yildan 2026-yilda hozirgi kungacha 4 soatlik time frame'da men sizlarga test qilib ko'rsataman. Balans $1000. Qani bo'lmasam ketdik. Sizlarni bu robot yo millioner qiladi, yo pulinglarni silib qoladi. Risk katta, lekin daromadi ham katta robotda. Razgonchilarga, riskdan qochmaydigan razgonchilar uchun idealniy robot. Aynan razgonchilar uchun yozganman bu robotni. Bu riskka amal qilmaydi bu. Onasini ham bo'lsa bo'lsin, bo'lmasa bo'lmasin deydigan robot bu. Tradingda foyda qilolmayotganlar, pul qilolmayotganlar uchun bu ideal. Sababi riskdan qochmaydigan odam bo'lsa, $100, $200 tiqsa, o'shandan $1000 yoki $10,000, $100,000 qilib bera olishi mumkin mana shu robot. Sizlarga savol, $100 da $10,000 qilganlaringiz yaxshimi yoki $100 da sekin-sekin ko'paytirganlaringiz ma'qulmi? Menimcha lekin tavakkal qilib 100 barobar, 1000 barobar qilib olganlaringiz yaxshi deb o'ylayman. Yana bilmadim. Bugun yasadim bu robotni. Bu yasadim emas, bu robotni oldin ham ko'rsatganman, lekin buni miyasini nastroyka qildim. 10% risk qiladigan qilib, miyasini o'zgartirdim xolos. Bugun miyasini o'zgartirdim, lekin bu robot yozilganiga 3-4 kun bo'ldi. Qaranglar. O'zini ko'ryapsizlarmi? Milliarder qilib tashlayapti odamni. Millioner qilib tashlayapti-yu. 10% risk qiladi. $1000 ga 0.12 lotdan boshlagan. 10% risk qilishni boshlagan. Qaranglar. 2016 aprel. Bugun kungacha tugadi mana. 0.10 lotda ochishgan $1000 ga boshlanishi. Ko'rsanglar bo'ladiki, 200 lotda ochishni boshlagan. $1000 dan ko'rayotgan bo'lsanglar, $224 million qilyapti bir. $224 million qilyapti. $1000 dan $224 million qilyapti. Bir yilda ichida. 224 million dollar qilyapti $1000 da. Sizlarni yo mana shu robot millioner qilib yuboradi, yo kichik summalarni silib qo'yishi mumkin. Kommentariyaga yozinglar, sizlar risk qilgan bo'larmidinglar? Yo sizlarni boy qiladi, yo sizlarni nima qiladi? Kambag'al qiladi. Kambag'al emas, yo boy qiladi, yo solgan pulinglarni silib qilib beradi. Ikkalasidan bittasi bor. Qaranglar, $500 depozit qilaman, 2026-yil boshidan qilaman. $500 da 4-5 oyda ichida necha foizgacha ko'tarib beradi. Hozir birgalikda tomosha qilamiz. Time frame M30 depozit $500. Silib qiladimi, ko'taradimi? Hozir ko'ramiz birgalikda. Start. Bismillah, ketdik. Risk 10% risk qiladi. Har bitta order uchun 10% risk qiladi. Riskdan qo'rqmaydigan, riskdan qochmaydigan bratanlar uchun idealniy robot. Mana sizlar davringlar keldi, razgonchilar. Ya'ni pul yo'qotishdan qo'rqmaydiganlar uchun. Kessa, menga topsa normalniy topsin, topmasa naqd menga topmasin deydigan bratanlar bo'lsa, bu robot sizlarga. Mana $500 soldim. Dekabrda oxiri 2025 dekabrdan boshlab ketdi. 5-6 oylik testni hozir sizlarga ko'rsatib beraman. $500 dan necha dollar qilayotganini men sizlarga ko'rsatib beryapman. Ko'tarilishiga qaranglar. Voy. Endi buni qiladigan ish real bozordasin.
Endi hozir miyasini tuzdim. Oldin 1%, 2% risk qiladigan bo'lsa, hozir men buni 10% risk qiladigan qildim, lekin logikaga tekkanim yo'q. O'shuning uchun men faqat buni real bozorda test qilmadim. Qaranglar. Voy. 500 dollarda 117 million dollar qildim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy, 117 million dollar qildi 4 oy ichida. 500 dollarda 4 oy ichida 117 million dollar qildi. Voy. Bitta gap. Endi sizlarga backtestda daho bo'lyapti. Backtestda. Endi buni real bozorda sinab ko'rish kerak. Real bozorda ko'rish kerak buni do'stlar. Hozirdan euforiyaga berilib, emotsiyaga berilib, men millioner bo'lib ketaman deb ko'z oldilaringizga Lamborghini, Mercedes, Gelik, Bugattilarni xayolingizga keltirib o'tirmanglar. Bu real bozorda ko'rish kerak. Backtest real bozorga 70-80% o'xshaydi. 70-80% o'xshaydi real bozorga, lekin 100% o'xshamaydi. Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Backtest nimaga real bozorga 100% o'xshamaydi? Real bozorda broker zadержкасы bo'ladi. Broker zadержкасы bo'ladi va komissiya bo'ladi, spread bo'ladi, swap bo'ladi. Sizdan pul oladi. Mana shu robotingiz pul ishlasa, o'sha pul ishlagandan nima komissiya oladi, soliq oladi. Xalq tilida aytganda robotdan topgan pulidan broker pul oladi. Har bitta ochilib yopilgan bitim uchun pul oladi. Slippage degan narsa bor. Komissiya oladi, swap oladi, spread oladi. O'shalar bilan ozgina kamayadi bu pul, lekin 70-80% real bozorga o'xshaydi. Lekin 100% emas, lekin Xudoga shukr, normalni ishlayapti mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Hammaga omad, kimga qiziq bo'lsa Telegram kanalimga o'tinglar, menga yozsanglar bo'ladi. Lekin bu robot pullik, tekin emas. O'shani ham aytib qo'ying sizlarga. Tekinga beriladigan bunaqa robot yo'q hech qayerda. Bunaqangi natija bilan men tekinga berib yuborsam, bo'lmaydi. Bunaqa bo'lmaydi, bunaqasi ketmaydi. Kimga qiziq bo'lsa menga promo yozsanglar bo'ladi. Narxlari haqida men sizlarga o'zim ma'lumot beraman. Eslacho, kimga kerak bo'lsa bemalol olishingiz mumkin, lekin oldindan to'lov oldindan. O'zim telefon raqamlarim turibdi, o'zim rasmim ham turibdi, lekin to'lov oldindan bo'ladi, keyin tashlab beriladi. Shu strechilni qilib birinchi tashing, keyin tashlab beraman. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Men bu tashlab bergandan keyin sizlar pul tashlamasanglar nima qilaman? Lekin meni topishinglar mumkin, men bu robotni tashlab bermasam. Hamma narsam turibdi mana. Bo'pti. Kimga qiziq bo'lsa menga promo yozinglar bo'ldi, lekin men xursandman hozir o'zida Xudo xolasa real bozorga qo'yib ko'raman.